avlod tarbiyasi faqat non berishlik, qandini to'yg'azishlik va bir kolo kiydirishlik emas, balki avlodingizni shundoq bir inson tarbiya qiling, shundoq bir inson tuzatingki, har kim ko'rsa abasi kelsin. Axloqidan, o'tirib turishidan, yurishidan, sodiqligiga qarab abasi kelsin. Avlod misli bir oynadir. Qarang, agar rost aytsak, avlodimiz rost aytadi o'rganadi. Otasi, onasi rost aytayotgan bo'lsa, avlodi ham rost aytadi. Agar otasi saxtliklarga, mushkulotga bir inson sabr bo'lsa, sabr qiladigan bo'lsa, avlodi ham sabr bo'ladi. Ajala qilmaydi har zotga. Va agar otasini ko'radiki, bir kalla xarob, bir asab xarob, o'rtaga bir pali gap yo'q, chor tarafga oq baxti g'urib sindirib, so'kib ketaversa, avlodi ham shundan o'rganadi. Qaranglar, avlod ota-onani ko'proq aytganlaridan ham qilayotganlaridan ko'proq dars oladi. Endi har qancha nasihat qilaversin, lekin o'zi shu nasihatga barobar bo'lmasa, avlodi otasining nasihati uncha ko'p bo'lmaydi, lekin shu qilayotgan raftoridan ko'proq dars oladi. Vodega har ota xohlaydiki, avlodi namozxon bo'lsin desa, boyat o'zi namozga to'xtasa, o'zi safga to'xtasa. Vaqti ko'radi avlodi, otasi namozxon, onasi namozxon, familiya namozxon, o'ychidalar namozxon, nozon aytilaversa masjidga, avlodi ham namozxon bo'ladi. Otasi oyoqni ko'tarib, uyquga yatsa, 5 vaqt azon ses kiyingan bir haftaga voy namoz vaqti bo'lib turmasa, bu avlodga bir ming aytavering, bu avlod durust aytganingizni ham qilmaydi, undan namozxon ham bo'lmaydi, birodarlar. Agar bir onaki xohlaydi avlodi, qizi bu hayo, bu iffat, sharmli bo'lsin desa, boyat avval o'ziga bir qarasak, voya voqean shu onani gapirmog'iga, o'tirish-turishiga hayo, sharmni muroat qilganmi yo'q? Agar muroat qilgan bo'lsa, qizi ham onasidan o'rganadi. O'tirish-turishda, gapirishda, sharmda, hayoni. O'sha uchun ko'proq ko'shish qilsak ota-onalar, o'ziga avval mutavajjih bo'lsak, o'zini raftori, o'zini axloqi, o'zini insoniyati qanday? Avlodga behtarin tuhfa, behtarin hadya nimadir? Yaxshi axloqni o'rgatishlik, insoniyatni o'rgatishlik, dindorlikni o'rgatishlik shu kattatarin tuhfa va hadya bir avlodga aziz birodarlar. Past ko'shish qilinglarki, har kimga Alloh mutol avlod beribdi, tarbiyasi uchun, axloqi uchun, insoniyati uchun, dindorligi uchun talosh qilinglar, amonat ilohiydir.